Bismillahirrahmanirrahim va bihi nasta'in. Bugun 3-hadisimizni boshlaymiz. 3-hadis Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning balasi Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu hadis. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'qidim deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, islom 5 narsani ustida quriladi deydi. 5 narsani, 5 turkukning ustida qurilgan deydi. Bu joqda islom uyga o'xshatilib yotadi. Chatirga o'xshatilib yotadi. Aning eng negizgi turkugi iymon bo'lsa, ya'ni shahodat an la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad aning elchisi degan turkuk bo'la turgan bo'lsa, qolgan aning aylanasindagi qaziqlar bo'lib yotadi. Chatirda qarmab turgan, bekemdeb aning boshqa joyga o'zgarib ketuvidan aning qarmab turgan, bekemdeb turgan aning qaziqlari bo'ladi. Bu namoz, zakat, ro'za, haj aning bekemdeb turgan qaziqlari bo'ladi. Bu o'shul islomni o'shanday narsaga o'xshashtirilib yotadi bu hadisda. Bunyal islam ala khams. Islom 5 narsaning ustiga qurilgan. Shahadati an la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q, yana Muhammad aning quli, yana aning elchisi deb guvohlik beru, yani birinchi musulmon bo'lu, shun bilan va iqomis solah, yana namoz o'qib, o'z namozning vaqtida namozni o'qib, namozni turg'izu va itaiz zakat, yana zakat beru. Zakatni o'zining zakatga loyiqli bo'lgan insonlarni topib, o'shaga tamlik qilib, o'shaga qilib, o'sha zakatni topshiruv va hajjil bayt, yana baytullohni o'sha hajga agar mumkinchilik bo'la turgan bo'lsa, bizning qudratimiz yeta turgan bo'lsa, yo'limiz tinch bo'la turgan bo'lsa, o'sha hajga borib haj amallarini qilib kelib. Va savm Ramazon, yana ro'za oyida ro'za qarmashdik. Shu 5 narsaga bekam bo'la turgan bo'lsak, biz islomimizni bekamdeb o'shani turg'izgan bo'lamiz. Alloh rozi bo'lsin. Vallohu a'lam bis-savob.